Nima ishda ishlayapsiz? O'tiribmiz. Bu bitiruvchim. O'zbekistonda ishlayapsiz a? Assalomu alaykum. Nima ishda ishlayapsiz? Gaz sohasida. Gaz sohasida. Shu yerda o'qib ketdida. Assalomu alaykum, men ismim Mahmudov Shahbozbek. Men 2020-yil shu universitetga topshirish niyatida Moskvaga kelgandim. O'qishda yordamlarini o'zini ayamadi Arslon aka. Hammasiga rahmat. Shu Proobrazovание kompaniyasiga ham hammasini yengdik. Sizlarga ham taklif qilib qolaman. 4 yil o'qidingiz shu yerga, ketdingiz o'zi O'zbekistonda ishlayapti. Bunaqangi. Diplomingizni nima dedi? O'tadi, o'tmaydi demadimi ish qilib? Yo'q, shuniki. государственный diplom-ku. Gosударственныйlarni ham o'tadi. Nostrifikatsiya qilish kerak. Qildingizmi nostrifikatsiya? Nostrifikatsiya qildingizmi? Nostrifikatsiya qilmadim, o'zbek tiliga perevod qildim. Nech pul periodga plyus ketdi? 2000 rubl. Oyligingiz qanaqa? Oylikdan gapiring, oylik. Ham ishlab, ham o'qib, Malibuchalarda yuribdi hozir. Ha, yo'q-a? Oligarx studentlardan bunga oylik ne интересно, bunga уже karyera интересно. Ha-da. 10 million plyus bo'lish kerak, adashmasam. Shunga yaqin. Omadingiz bersin. Gaz qimmatlab ketdi, kompaniya. Yo'q, arzon qilib turing-da, maylimi? Xohlasa. Bunday demang. Gaz. Hozirda bizda 1600-1700 ta odam murojaat qilgan. O'sha murojaatlar tufayli biz javob berishga ulgura olmayapmiz. Biz siz uchun Telegram kanal ochdik. Telegram kanaliga kirib, bemalol savolinglarni bersanglar, hammaga hamma vaqt javob beramiz. Bemalol Telegramga o'tish videosini ko'rsanglar bo'ladi. Juda oson. Shapka profiliga biz ссылка прикрепить qilib qo'ydik. O'sha ссылка orqali o'tib, bemalol obuna bo'lib olishingiz mumkin. Va xohlagan savolinglarni berasizlar, men o'zim lично sizlarga javob beraman. Hammaga omad, Telegramda uchrashguncha.